Yüreklarda umid uyg'onar, yangi kunlar bizni chorlar. Qog'ozsiz hayot boshlanar bugun. Barcha dardlar yozilgan bir joyda. Bir qarashda bilinar hammasi. Shifo endi uzoq emas yonimizda. Navbatlarda kutgan kunlar ketdi. Endi vaqt ham bizni asraydi. Bir tizimda bog'langan yuraklar, ishonch bilan hayot davom etadi. har bir inson e'tiborda, har bir dardga yechim borda. Demek Bu yangi hayot, raqamli shifo, yorug' najot. yangi O'zbekiston yo'lida biz Sog'lom kelajak sari birgamiz. Demek Bu ishonch yo'li har yurakka yetadi nuri. bugun orzu, ertaga haqiqat. Yangi O'zbekiston bilan qudrat. Elektron retseptlar yozilar, yo'qolmaydi hech bir ma'lumot. Shifokorlar yoningda doimo. Masofa ham to'sqin emas endi. Analizlar tez yetib kelar. Natijalar aniq va ravshan. Har bir inson o'z qadrini his etar. Texnologiya bilan hayot go'zal. Bu shunchaki tizim emas, bu Inson uchun mehr. har bir yurakda umid bor. Har bir kun